Asalari o'zidan nur chiqaradi. Mana bu uycha meni e'tiborimni tortyapti-da. Bizga tushuntirib Bu bering-chi. epidemik hisoblanadi. Yevropa, Rossiya davlatlarida qo'llanilgan. Nima vazifa bajaradi bu? Buni tagida asalari turadi. Aha, mana uni Mana tagida. ochmaymiz. Mana teshiklardan asalarilarni hidi. Asalari misol gulga qo'nganda gulni ichidagi eng toza kislorodni olib kelar ekan bolasi uchun. Mana bu yerda kelib bitta prostinani tashlab, mana bu yerda yotgan odam havosidan foydalanadi. Mana nafas yo'l kasalliklari bor, astma kasalliklarimiz bor, yurak kasal, boshqa kasallarimizga buni foydasi katta. Asalari o'zidan nur chiqaradi. Shu asallarni nuridan foydalanish uchun tayyorlangan xona hisoblanadi. Biz bu yerda 2 soat yotamiz. Rak viruslari bor. O'sha asallarning nuri bilan o'sha rak viruslari ham chiqib ketadi. Epidemik yana yildan ishga tushadi. Yana yoniga 4-5 ta qo'shamiz. Asalari bilan davolanaman degan insonlarga biz qo'limizdan kelguncha xizmat qilamiz.